Hasadxo'rluq. Hasadxo'rluq o'ch adovatdan yomon ruhiy holat bo'lib, qalbning zaiflashganligining va e'tiqodsizlikning ifodasidir. Hasadxo'rluq o'zi erishish uchun boshqalarning mol-mulk, huquq-mansab, ilm-hikmat qatorliq din va dunyolik ne'matlarning yo'qolishini tilab, qizil ko'zlik qilishdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "O'zaro dushmanlashmanglar. Bir-biringlarga hasad qilishmanglar. Yuz o'rishmanglar. Sizlar rahim qilishni tark etmanglar. Balki o'zaro qarindoshlardan bo'lgan holda Allohning yaxshi bandalaridan bo'linglar" deb ko'rsatgan.